Bu yerda ko'plab bolalar dom-daraksiz yo'qolgan. Ularni haligacha topisha olishmagan. Chunki ularni kim o'g'irlaganini hech kim bilmaydi. Bolalar o'g'rilari oddiy talonchilardan farq qilishadi. Ularni a'zolar oldi sotisi uchun o'g'irlashlari ham mumkin. Bu ish mo'may daromad keltiradi. 72 soat ichida bolaning ichki organlarini olib tashlashadi yoki boshqa davlatga yuborishadi. U yerda esa qullik bilan shug'ullanishadi. Ushbu biznesning rahnamolari millionlab, hattoki milliardlab pul topishadi. Raqamlarning balandligidan ham ularning qanchalik xavfli ekani ma'lum. Ular Boltiq bo'yi uyushgan jinoyatchilik guruhi. Ularni yenga olmaysan.